Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bu Zonlon motorol bazamizdan Andijon viloyati Sharxon tumanidan motorollarimiz hozirgi kunda mana hammasidan mavjud. Qaysinisidan kerak bo'lsa bor. Hammasini bir qisqaroq qilib tanishtirib o'taman sizlarga. Bu yangi kelgan motorollarimiz juda ham baquvvat, motorlari ham boshqa 2,5-3 tonnani bemalol qiynalmasdan olib yuraveradigan. Bularimizni narxi 38 million so'm chiqdi. Juda ham baquvvat motorol bu. Mana ko'rishinglar mumkin. Hamma tomonlama ishonchli, qulay, baquvvat motorlar mana. Motorlari juda ham dahshat motor. Xo'p, undan tashqari mana Samasvalimiz bor. Bu ham 38 million so'm. Bu ham Samasval 34 million so'm. Xo'p, 30 million so'mliklari bor. Bizda 22 million so'mdan boshlanadi motorlar. 22 million so'mdan boshlab 38 million so'mga qarab ketadi. Kabinali, kabinasiz Samasval. Bu Andijon viloyatidagi Sharxon tumanidagi bazamiz. Bundan tashqari Toshkentda ham biz magazinlarimiz bor. Respublika bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Aloqaga chiqish uchun Telegram orqali yozib olsanglar, hammasini narxlar bilan tashlab beraman motorlar. Narxlar bilan rasmlarni tashlab beramiz.